merhabalar. Nasılsınız? Assalomu alaykum hammaga. Bugun turk tili darslariga birinchi qadam qo'yganingiz bilan tabriklayman. Ushbu mini kursimizda siz turk tiliga kirish darslarini ko'rib chiqasiz va biz sizga sertifikat olish jarayonini, xalqaro va milliy sertifikatning foydalarini tushuntirib beramiz. Ushbu mini kursda siz turk tilini qaysi yo'l bilan tez va oson o'rganish mumkin? Sertifikatni 3 oyda yokida undan qisqa muddatda qanday qilib qo'lga kiritish mumkinligi haqida to'liq ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Va bu jarayonda sizga imtihon savollari, imtihonning bo'limlari qanday bo'lishi haqida to'liq ma'lumot berib o'taman. Ya'ni siz agar abituriyent bo'lsangiz yokida student bo'lib magistraturaga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz, unda biz sizga sertifikatning qaysi darajalari kerak ekanligi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Maqsadingizga erishish uchun kerak bo'lgan barcha savollaringizga javob olasiz. Keling siz bilan darsimizni nima uchun biz turk tilini o'rganishimiz kerak degan savolga javob topishdan boshlaymiz. Ko'pchilik abituriyentlar va studentlar o'qishga kirish jarayonida yokida magistraturaga topshirish jarayonida ikkilanib qolishadi. Men ingliz tili tayyorlasammi yokida turk tili degan savol ularni qiynay boshlaydi. Demak, bu yerda men sizga turk tili va ingliz tilining afzalliklari va qiyinchiliklari haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Siz abituriyentmisiz yokida studentmisiz? Siz albatta o'qishga topshirganingizda xoh magistratura bo'lsin, xoh bakalavr bo'lsin, albatta chet tili sertifikati so'raladi. Demak, bunday holatda siz xohlasangiz ingliz tilidan, xohlasangiz turk tilidan topshirishingiz mumkin. Lekin men sizga turk tili sertifikatining afzalliklari haqida qisqacha ma'lumot beraman. Birinchidan, turk tili sertifikati qisqa muddat ichida qo'lga kiritilishi mumkin bo'lgan sertifikat hisoblanadi. Turk tili sertifikatini qo'lga kiritishingiz uchun kamida sizga 3 oy vaqt kerak bo'ladi. 3 oyda 0 dan B2 darajasigacha chiqib, siz sertifikatni qo'lga kirita olasiz. Siz vaqtingizni tejaganingizda nimalarga erishasiz? Agar siz magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz va oxirgi bosqich talabasi bo'lsangiz, kurs ishi, diplom ishi, sessiya kabi majburiyatlaringiz uchun bemalol vaqt ajrata olasiz. Ikkinchi afzallik jihati, siz qo'lingizni tejab qolasiz. Misol uchun, siz ingliz tili o'rganib IELTS topshirmoqchi bo'lsangiz, kamida sizni 8 oydan 6 oygacha vaqtingiz ketadi. Siz bu jarayonda anchagina pulingizni tejab qolasiz. Chunki siz turk tilini atigi 3 oyda o'rganishingiz mumkin. Uchinchi afzallik jihati esa turk tili turkiy tillar sarasiga kirganligi sababli ham siz turk tilini tez, oson o'rgana olasiz. Eshitganimizda ham ba'zi so'zlar o'zbek tiliga juda yaqin bo'lganligi sababli o'rganishda deyarli muammo bo'lmaydi. Har doim men o'quvchilarimni iloji boricha birinchi darsdan gaplarni bir-biriga bog'lab, turkcha gapirishni o'rgatishdan boshlayman. Endi sizda savol paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Agar siz universitetga o'qishga topshirmoqchi bo'lsangiz yokida magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz, menga qaysi sertifikat darajasi kerak bo'ladi deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Bu darsimizda siz universitetga kirish uchun yokida magistraturaga kirish uchun qaysi daraja kerakli ekanligini bilib olasiz. Oldin men sizlarga sertifikatlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. O'zbekistondagi universitetlar xalqaro sertifikatni ham, milliy sertifikatni ham qabul qiladi. Siz xohlasangiz milliy sertifikat, xohlasangiz xalqaro sertifikatga imtihon topshirishingiz mumkin. Endi men sizlarga milliy sertifikat va xalqaro sertifikatning afzalliklari va kamchiliklari haqida gapirib beraman. Birinchi, xalqaro sertifikatdan tushuntirishni boshlasam. Xalqaro sertifikat yilda faqatgina 3 marta bo'lib o'tadi va uning topshirish summasi hozircha $80 tashkil qiladi. Agar siz xalqaro sertifikatga ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, uni pulini to'lash uchun siz faqatgina Toshkent, Samarqand, Buxorodagi ziroat banklari orqali to'lashingiz mumkin bo'ladi. O'zasida milliy sertifikatda ham, xalqaro sertifikatda ham o'qima, dinlama, yozma va konuşma bo'limlari bo'ladi. Faqatgina milliy sertifikatning konuşma bo'limi kompyuterga topshiriladi, xalqaro sertifikatning konuşma bo'limi esa shu yerdagi nazoratchilar tarafidan qabul qilinadi. Endi men sizlarga milliy sertifikatning qaysi vaqtda bo'lib o'tishini aytaman. Deyarli o'quv yili boshlanganidan o'quv yili yakunlangungacha har oy biz milliy sertifikat topshirishimiz mumkin. Milliy sertifikatning summasi 556 ming so'mni tashkil qiladi. Milliy sertifikatning registratsiyasini siz MyGov orqali bemalol qilishingiz mumkin va uning pulini ham xohlagan to'lov usuli orqali to'lashingiz mumkin bo'ladi. Milliy sertifikatda bizda B1, B2 va J1 darajalari mavjud. Xalqaro sertifikatda faqatgina B2 va J1 darajalari mavjud. Agar siz abituriyent bo'lsangiz va sizga qaysi daraja kerak ekanligini bilmayotgan bo'lsangiz, bu savolingizga javob beraman. Siz faqatgina B2 va J1 darajalarini qo'lga kiritish orqali birinchi blokingiz yokida ikkinchi blokingizni bemalol yoqishingiz mumkin bo'ladi. Agar siz magistraturaga topshirmoqchi bo'lsangiz va sizning yo'nalishingizga, sizning fakultetingizga qaysi daraja o'tishini bilmayotgan bo'lsangiz, unda men sizga siz uchun zarur bo'lgan bitta kichik faylni bermoqchiman.
Bu faylda siz sizning yo'nalishingizga qaysi daraja o'tishi bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'ladi. Qanday qilsam men tezroq natijaga erishaman degan savollaringizga javob olasiz. Demak, biz sertifikat bo'limlaridan boshlaymiz. Bizda sertifikatning birinchi bo'limi dinlama bo'limi hisoblanadi. Unda 35 ta savol mavjud. Dinlama bo'limi nima? Dinlama bo'limi bu tinglab tushunish. Unda sizga audiolar eshittiriladi va siz o'sha eshitgan narsalaringizni test qog'ozidagi testlarga belgilashingiz kerak bo'ladi. O'quvchilar uchun qiyinchilik tug'diradigan bo'lim 4-bo'lim xarita bo'limi va 6-bo'lim hisoblanadi. O'quvchilar asosan shu bo'limlarda salgina muammoga uchrashlari mumkin. Faqat mening o'quvchilarim xarita bo'limida deyarli muammoga uchramaydilar. Chunki biz dars jarayonida juda ham ko'p xaritali testlarni ko'rib chiqamiz. Bizda keyingi bo'lim o'qima bo'limi. O'qima bo'limida siz sarlavhali testlarni, reklamali testlarni va asosiy katta matnlarni o'qib ma'nosini tushunib, test varag'iga belgilashingiz kerak bo'ladi. Har bir bo'limni o'zi asosan birinchi imtihonda sizga 3 ta bo'lim beriladi. O'qima, dinlama va yozma bo'limi. Har bir bo'lim uchun 1 soatdan vaqt ajratiladi. Lekin men o'quvchilarimni 1 soatlab yoki 1,5 soatlab emas, 40 daqiqada ishlash uchun immunitet hosil qilishga o'rgataman. Endi esa o'quvchilarning eng ko'p qiynaladigan tarafi yozma bo'limi deb o'ylashadi. Lekin aslida siz imtihonga tayyorlanishni boshlagan paytingizdan yozma yozishni boshlasangiz, deyarli hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Chunki men birinchi darsdanoq o'quvchilarni kichik matnlar bilan yozma yozishga o'rgatib boraman va imtihonga deyarli 1 oy qolganida o'quvchilar yozma bo'limga deyarli tayyor bo'lishadi. Yozma bo'limi bizda 2 ta bo'limdan iborat. Birinchi bo'limda biz kompozitsion, ya'ni insho yozamiz. Ikkinchi bo'limda esa ikkinchi bo'limning birinchi qismida biz shaxsiyat yozamiz, ya'ni o'zimizning yaqin tanishimizga. Ikkinchi qismida esa biz nasihat yozamiz bizdan yuqori idora tashkilotlariga. Bizda eng oxirgi 4-bo'lim konuşma bo'limi. Konuşma bo'limi imtihondan bir necha kundan keyin bo'lib o'tadi. Asosan o'quvchilar men gapira olmayman, qo'rqaman yoki hayajonlanaman deb o'ylashadi. Aslida siz hayajoningizni yengishingiz mumkin. Uni qanday qilib bajara olasiz? Dars boshlangandan, ya'ni siz imtihonga tayyorlanishni boshlagan jarayoningizda kichik tekstlar yoki dialoglar orqali siz muloqot qilib, o'zingizda turkcha gapirishni va fikrlashni shakllantira olasiz. Mening o'quvchilarimning orasida deyarli birinchi oydan to'liq turkcha gapirib ketgan o'quvchilarim juda ham ko'p va ular imtihonda umuman hayajonlarsiz bemalol gapira olishadi. Bizda yana bundan tashqari savollar bazasi ham mavjud bo'lib, o'quvchilarimga har imtihonlardan keyin to'plangan savollar bazasini taqdim qilaman va shu savollar bazasi bo'yicha biz konuşma bo'limiga tayyorgarlik qilamiz. Konuşma bo'limi 3 bo'limdan iborat. Unda sizga ma'lum bir daqiqalar mobaynida, ma'lum bir soniyalar mobaynida gapirishingiz kerak bo'lgan savollar beriladi. Siz savollarni o'qib, shu savollarga javob berishingiz kerak bo'ladi. Hammada vaqtga qarab gapirayotganda hayajon bo'lishi mumkin. Faqatgina siz yaxshi tayyorgarlik ko'rgan bo'lsangiz, sizda deyarli hayajon bo'lmaydi. Chunki siz u savollarga oldindan tayyor bo'lasiz. Albatta, men bergan savollar bazasi yordamida. Endi esa biz sizga bonus darslik taqdim etamiz. Bunda siz turk tilini o'rgana olamanmi degan savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Men sizga turk tilini tez va oson o'rganish yo'llarini o'rgataman. Hepinizga tashakkur ederim. Bonus darsimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.